Navbatdagi mavzuyimiz ming ellikda demak oxirgi raqamni aniqlash. 1 ning 156 darajasini oxir raqamini aniqlashimiz kerak ekan. Demak, e'tibor beramiz. Masalan, 1 ning kvadrati 1 kara 1 bo'lib 1 bo'ladi yoki 1 ning 3-darajasi. Bu ham 1 chiqadi. Yoki 1 ning 4-darajasi. Bu ham 1 chiqadi. Xullas, 1 ning istalgan darajasi o'zi, ya'ni 1 ga teng. Oxir raqami ham o'ziga teng. Demak, bundan chiqadiki, mana buning ham 1 ning 156-darajasi ham 1 ga teng degan xulosaga kelamiz. Endi navbatdagi savolda, demak, e'tibor beramiz. Mana shu 2 ning darajasidagi 678 oxir raqamini topishimiz kerak. Buning uchun 2 ning darajasi nechtada takrorlanishini 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 bo'lib har 4tada takrorlanadi. Ya'ni o'sha darajasini 678 ni 4 ga bo'lishimiz kerakki, qoldig'ini aniqlaymiz. Demak, qoldig'imiz 2 chiqsa, bu degani 2 ning 678-si 2 ning kvadrati bilan tugaydi. O'sha qoldiq nechi bo'lsa, o'sha darajaga ko'tarasiz. Yana qaytaraman, e'tibor bering. 2 ning darajasi 678 topishimiz uchun 2 ning birinchisi, 2 ning ikkinchisi, 2 ning uchinchisi, 2 ning to'rtinchisi qilganda 2, 4, 8, 6, 2 ning 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8 qilganda yana 2, 4, 8, 6 bo'lib 4 martada takrorlanadi. Bu nima degani? Mana shu darajasini 4 ga bo'lib qoldig'ini aniqlanadi. Mana shu qoldiq nechi bo'lsa 2 ning o'sha darajasiga ko'tariladi. Agar qoldiq 3 bo'lganda edi, 2 ning 3-chisi deb 8 deb javob bergan bo'lardim oxir raqamni. Demak, bizda qoldiq 2 bo'lgani uchun demak 4 bo'ladi. Eng asosiy yerda eslatma, agar qoldiq 0 bo'lib qolsa, bu yerda mana 44 4 ga bo'lyapmiz, qoldiq 0 bo'lib qolganda, shunaqa paytda oxirgisi olinadi. Mana nechta takrorlansa, shuning oxirgisi olinadi. Mana oxirgisi bizda 6 bo'lgani uchun, demak biz 6 ni olyapmiz. Mana qoldiq 0 bo'lib qolsa, demak e'tibor berasiz, 44 darajasini 4 ga bo'lgan qoldiq 0 bo'lib qolsa, masalan 2 ning 0-chisi 1 qilib qo'ymang. Bu xato hisoblanadi. Shunda 2 ning 4-chisini olib 16 deb 6si oxir raqami olinadi. Navbatdagi savolimiz mana 1452 ni 285-darajasini oxir raqamini aniqlashimiz kerak. Birinchi navbatda boshidagilarni o'chirib, ya'ni mana buni o'chirib yuborib, oxirgisini yozib olamiz. Mana buni yozib oldik. 2 ning darajasi 855 ekan. Bu nima degani? O'sha 855 ni biz bilamizki 2 4tada takrorlanadi. Shuning uchun 4 ga bo'lib qoldig'ini aniqlab olamiz. Qoldig'imiz 3 bo'lgani uchun 2 ning 3-darajasi, ya'ni 2 ning 3-chisi bizga 8 ga teng edi. Demak, mana shuning oxirgi raqami 8 bilan tugaydi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Yana qaytaraman, o'sha berilgan sonning boshidagilarni o'chirib yuboriladi va oxirsini olinadi. Bu esa o'sha 2 ning yuqori darajasiga tushib qoladi. 4tada takrorlangani uchun darajasini 4 ga bo'lib qoldig'ini topiladi va o'sha qoldiq mana darajaga ko'tarilyapti. Yana bir misol, faqat bu boshqacharoq, mana chiziq bilan ajratyapman. E'tibor bering. Darajasi, ya'ni yuqori darajada ko'rsatilyapti. Buning uchun boshidagini o'chirib yuboramiz, ya'ni boshidagini mana buni o'chirib yuboryapmiz va shu ko'rinishida qoladi. Ya'ni 2 ning darajasi 5 ning kvadratini hisoblab olinadi, 25 bo'ladi. Endi 25 4 ga bo'linadi va qoldiq topiladi. Bir qoldiq qolgani uchun demak 2 ning birinchisi 2 bilan tugaydi deb javob beramiz. Xullas, mana shunaqa daraja qilib bergan misollarda eng yuqori darajasi ko'tariladi. 25 bo'lsa, demak bu esa 2 ning 25-chisi avvalgi misollarga ko'ra darajasini 4 ga bo'lib oxir raqamini topaveramiz. Navbatdagi savolimizda demak 3 ning 333-darajasini oxir raqamini aniqlashimiz kerak ekan. Buning uchun birinchi navbatda 3 nechtada takrorlanishini bilib olishimiz kerak. 3 ning birinchisi 3 ga, 3 ikkinchisi 9 ga, 3 uchinchisi 27 ni mana 7si bilan tugayapti. 3 to'rtinchisi 81 1 bilan tugayapti. Xuddi shuningdek 3 5-chisi, 6-chisi, 7-chisi, 8-chisini hisoblasak 3 9 7 1 bo'lib yana takrorlanyapti. Bu degani har 4tada oxirgi raqam takrorlanyapti degani. Shuning uchun darajasini 4 ga bo'lamiz va qoldig'ini topamiz. Shu qoldiq nechi bo'lsa,
3ning darajasiga qo'yamiz. Mana bu turaveradi. 3ning darajasiga qo'yishimiz kerak. 3ning birinchisi biz bilamizki 3 ga teng. Agar qoldiq 2 bo'lganda 3.3ning ikkinchisi, ya'ni 9 bilan tugaydi deb javob bergan bo'lardik. Agar eslatmani esingizdan chiqarmang, qoldiq 0 bo'lib qolsa, mana 3ning 64-sini topadigan bo'lsak, 64 ni bo'lib ko'ryapti 4 ga. Qoldiq 0 chiqadi. Demak, nechtada takrorlansa, shuning oxirgisi javob bo'ladi deyapti. Demak, oxirgisi 81 birini olishimiz kerak. Demak, mana shu narsani esimizdan chiqarmaylik. Demak, navbatdagi misolimizda ushbu misolni oxir raqamini topishimiz kerak ekan. Buning uchun birinchi navbatda mana boshini o'chirib olamiz va oxirgisini olib olamiz. Ya'ni 3 ning darajasida 112 bo'lyapti. Demak, o'shani mana buni ishlashimiz uchun darajasi 4 tada takrorlangani uchun, demak 4 ga bo'lamiz va 4 ga bo'lib qoldig'ini topamiz. Esimizdan chiqmasin, agar qoldiq 0 bo'lib qolsa, nechtada takrorlansa, shuning oxirgisi olinadi. Biz bilamizki 3 ning 4-chi 81 bo'lib 1 bilan tugaydi. Demak, o'sha 112 ni 4 ga bo'lganimizda qoldiq 0 bo'lib qolgani uchun javobimiz 3 ning 4-chisi 81 bo'yicha 1 deb javob berishimiz kerak. Navbatdagi savolimizda 4 ning 515-darajasining oxir raqamini topishimiz kerak ekan. Buning uchun mana misolni berilishini yozib olaylik. E'tibor bering, bu yerda ikkitada takrorlanishi 4 ning birinchisi 4 ga, 4 ning ikkinchisi 16 ni 6 ga, 4 uchinchisi 64 ga, 4-chi va 4 ning demak 4-chi 256 ni 6 bilan. Bu nima degani? Oxir raqam har ikkitada takrorlanyapti degani. Demak, shuni hisobga olib, buning darajasini 2 ga bo'lamiz. Ya'ni 515 ni 2 ga bo'ldik. Qoldiq 1 chiqdi. Demak, o'sha qoldig'inchi darajaga ko'tariladi. 4 ning birinchisi 4 bo'lguncha 4 bilan tugaydi deb olamiz. Navbatdagi misolimizda mana 9524 ni 891-darajasining oxir raqamini topishimiz kerak ekan. Bunaqa misollarda har doim boshidagini o'chirib olib, oxirdagini o'zini olishimiz kerak. Demak, mana shuni ko'rinishini yozib oldik. Buni o'chirib tashab va endi mana shuni aniqlashimiz kerak. Biz bilamizki 4 har ikkitada takrorlanadi. Shuning uchun darajasini 2 ga bo'lib qoldig'ini aniqlab olamiz. Mana qoldig'imiz 1 chiqdi. Bu degani 4 ning birinchisi 4 bilan tugaydi degani. Yana qaytaraman, mana shunaqa misollarda oxir raqamini so'ragan uchun boshini o'chirib tashab, oxirgisini yozib olamiz va bu esa 4 ning darajasi 2 tada takrorlangani uchun o'shani darajasini olishimiz kerak bo'ladi. Navbatdagi savolimizda mana 5 ning darajasida 256-sini oxir raqamini topishimiz kerak ekan. Buning uchun 5 ning birinchisiga e'tibor bering, 5, 5 ikkinchisi esa 25, 5 ning uchinchisi 125. Mana oxir raqamlariga e'tibor bering. 5 5 ketaveradi. 5 ning 4-chisi 625. Mana hammasini oxir raqamlari 5 5 kelib ketaveradi. Demak, mana shu xulosadan 5 ning istalgan darajasining oxir raqami 5 bo'ladi. Bundan chiqdi, bizning savolimizdagi 5 ning darajasi 256 ning ham oxir raqami 5 bilan tugaydi degan mana shu xulosamiz to'g'ri bo'ladi. Navbatdagi savolimizda, demak, mana shu ifodamizni 5 ning darajasidagi 99887 xullas yuqori darajasini oxirdagi ikkita raqamini aniqlashimiz kerak ekan. E'tibor bering, oxir raqami emas, oxirdagi ikkitasi deyapti. 5 ning birinchisi 5 ga, 5 ning ikkinchisi 25, 5 ning uchinchisi esa 125 va 5 ning 4-chisi esa 625. E'tibor bering, oxirdagi ikkitasi barchasida 25 25 25 tugayapti. Bundan chiqdi, 5 ning istalgan darajasining oxiri ikkita raqami 25 bilan tugaydi. Demak, bizda so'ralgan misolimizning javobi ham oxiri ikkita raqami 25 bilan tugaydi degan xulosamiz to'g'ri bo'ladi. Navbatdagi misolimizda, demak, 6 ning darajasidagi demak 44656 ni oxir raqamini topishimiz kerak ekan. E'tibor bering, 6 ning birinchisi 6, 6 ning ikkinchisi 36, 6 ning uchinchisi 216. Xullas, oxir raqamiga e'tibor qarating. Barchasi 6 6 6 6 ketaveryapti. Xullas, mana shuni hisobga oladigan bo'lsak, 6 ning istalgan darajasining oxir raqami 6 bilan tugaydi deymiz. Shuning uchun mana bizga berilgan 44656 ni ham oxir raqami 6 bilan tugaydi degan javobimiz to'g'ri bo'ladi.
Navbatdagi savolimizni demak 7 ni darajasiga keldi. 7 ni darajasida 786 ni oxir raqamini topishimiz kerak ekan. Birinchi bo'lib, demak darajasini nechta takrorlanishiga e'tibor qarating. 4 ta takrorlanar ekan. 7 9 3 1 7 9 3 1 bo'lib, oxir raqami 4 ta takrorlanadi. Shuning uchun buning darajasini 4 ga bo'lib qoldig'ini topamiz va 7 ning o'sha qoldiq necha bo'lsa o'sha darajasiga ko'taramiz. Bu yerda qoldiq 2 bo'lgani uchun 7 ning ikkinchisi, ya'ni 49 bo'ladi. 9 bilan tugaydi. Xullas, mana shunisiga e'tibor qaratishimiz kerak ekan. Demak, 7 4 ta takrorlanishini bilamiz. Buni har safar yozilavermaydi. Faqat darajasini bo'lib ko'tarib ishlab ketishimiz kerak. Navbatdagi savolimizda 3897 ni e'tibor bering. Oxiri 7 bilan tugayapti. Mana bunisini o'chirib tashlasangiz, mana buni o'zi qoladi. Demak, mana shunisini yozib olamiz. Mana o'chirib tashlab, 7 ning darajasi 528 ni. Endi oxir raqamini topishimiz kerak. Buning uchun 528 ni 4 ga bo'lamiz, chunki 7 4 dan takrorlanadi va qoldig'ini topamiz. Qoldiq 0 bo'lib qoldi. Qoldiq 0 bo'lib qolsa, nechta takrorlansa oxirgi solinadi. 7 ning 4-inchisi biz bilamizki 2401, ya'ni 1 bilan tugaydi. Demak, shuni hisobga olib, oxir raqamimiz 1 degan xulosaga kelamiz. Demak, javobimiz 1 ekan. Navbatdagi savolimizga e'tibor bering. 8 boshlandi, ya'ni 8 ning darajasida 86 ekan. Demak, mana 8 e'tibor bering 4 ta takrorlayapti. 8 4 2 8 4 2 6 bo'lib 4 ta takrorlandi. Shuning uchun darajasi, ya'ni 86 ni 4 ga bo'ldim. Qoldig'i 2 chiqadi. Bu degani, demak 8 ni 86 darajasining oxir raqami 8 ning ikkinchisi, ya'ni 64 4 bilan tugaydi degan xulosaga kelamiz. Xullas, bizning javobimiz 4 degan javobga ega bo'lamiz. Mana bu qoldig'i necha bo'lsa, har doimgidek darajaga yozilyapti. Navbatdagi savolimizda 9 ning 51 darajasining oxir raqamini topishimiz kerak ekan. Buning uchun mana shu 9 ni nechta takrorlanishini topib olishimiz kerak. 9 birinchisi 9, 9 ikkinchisi 81, 9 uchinchisi 729, 9 to'rtinchisi 6561. Bu nima degani? 9 1 9 1 bo'lib har ikkitada takrorlanar ekan. Demak, 51 ni 2 ga bo'lsa, qoldig'i 1 chiqdi. Bundan chiqdi, mana shu 9 ning demak 51-chisi darajasi mana shu 1 qoldig'imiz, ya'ni 9 ni birinchisi 9 ga teng degan javobga ega bo'lamiz. Demak, bizning javobimiz 9 ekan. Navbatdagi savolimizda, demak, mana shu misolimizda boshidagilar mana 5 ni, mana 4 ni o'chirib, oxir raqam ko'rinishida yozib olishimiz kerak. Ya'ni mana bunday ko'rinishda 5 ni 4 ni o'chirsak, mana 8 ning 58-chisini oxir raqami, 7 ni 47-chisini oxir raqami va 5 ning 7-chisini o'zi bilamiz. 5 ning istalgan darajasining oxir raqami 5 ga teng. Har bittasining oxir raqamini qo'sh desa qo'shib qo'yamiz, ayri desa ayriymiz. Demak, buni ishlashimiz uchun birinchi navbatda 8 4 ta takrorlanishini bilgan holatda buni darajasini 4 ga bo'lib olamiz va bu degani 8 ning qoldig'imiz mana 2 chiqqani uchun 8 ning ikkinchisi bilan tugaydi. Va endi 7 ham 4 ta takrorlanadi. Bu degani 47 ni 4 ga bo'ldik. Qoldiq 3 chiqsa, demak 7 ning 3-darajasi oxirisi 5 bo'ladi. Endi 8 ning ikkinchisi biz bilamiz 64 ga teng. Demak 3.4 desam bo'ladi. Buni 7 ning 3-chisi demak 343 bo'ladi. Bu esa 7 ning 3-chisini 3 desam bo'ladi va qo'shilgan 5 bo'ldi. Buni bunga qo'shamiz. 7 ga 5 qo'shsak esa 12 bo'ladi. Demak, bu 3.2 bilan tugaydi. Xullas, bizning javobimiz 2 degan javobga ega bo'lamiz. Demak, bunaqa misollarni ishlashda har bittasini oxir raqamini topib, qo'sh desa qo'shamiz, ayri desa ayri berishimiz kerak ekan. Navbatdagi savolimizda, demak, mana shu misolimiz har bittasini shu boshidagi raqamlar, ya'ni 34 mana buni va mana bularni va mana bularni oxir raqamlarini o'chirib, oxir raqamini o'zini olib olishimiz kerak va mana shu olgan oxir raqamlarimizni keyin esa biz ko'paytirib chiqishimiz kerak. Demak, o'shalarni o'chirib chiqdik. Mana yozdik. Mana bu 5, mana bu 6, mana bu esa 4, bu esa 9 va ayruv qo'ygan uchun biz ham ayruv qo'yib, keyingisini yozamiz. 6 4 3 hammasini orasida ko'paytirishi bor. Xo'p, yozdik. Endi ikkinchi etap.
ko'paytiramiz. 6 kare 5 30, 30 nolini olamiz. 0 kare 4 0, 0 kare 9 0. Demak, bu degani 3.0 bilan tugar ekan. 6 kare 4 24, 4'ini oling. E'tibor bering, 2 ni tashlab yuboryapman. 24 4'ini olamiz. 4 kare 3 esa 12. Demak, bu degani 3.2 bo'lar ekan. Ko'pchilik mana shunaqa misollarda 0 dan 2 ni ayirib minus 2 qilib qo'yadi. Bu esa xato hisoblanadi. Unaqa qilmang. Mana ustuncha qilib yozadigan bo'lsak, buni oldida rosa ko'p raqamlar bor. Bunga bir qarz oladigan bo'lsak, bu 10 ga aylanadi. Demak, 10 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, 8, ya'ni 3.8 bilan tugaydi. Mana sizga yana bir bor tushunarli bo'lishi uchun ajratib ko'rsatyapman. Xullas javobimiz 3.8 bilan tugar ekan. Bunga bir qarz olish esdan chiqmasin. Navbatdagi savolimizni boshlaymiz. Demak, mana shu misolni hisoblashimiz kerak. Hisoblashda kasrning butun qismini topishimiz uchun aytgancha mana qavsdagi e'tibor bering. Agar mana shundoq to'rt burchak qavs bilan beriladigan bo'lsa, buni butun qism deb o'qiladi matematikada. Va agar qavsni mana bundoq sistemli qavs holatida beriladigan bo'lsa, bu kasr qism degani. Xullas, mana shunga to'rt burchak qavslikka bir nechta misollarni ishlab, tahlil qilib o'rganamiz. Demak, e'tibor bering. 9.85 dan kasrning butun qismi deb berilgan sondan unga eng yaqin va undan kichik bo'lgan sondir. Demak, o'sha sondan eng yaqini bu yerda 9.85 ga 9 hisoblanadi. Yoki masalan 3.2 bo'lsa 3 hisoblanadi. Agar bizga noto'g'ri kasr berilgan bo'lsa, aralash kasrga aylantirib olsak, keyin butun kelib chiqadi. Mana 5 dan 2 ni butuni yo'q bo'lgani uchun bu 0 degani. Xullas, o'sha berilgan ifodani butuni necha butun bo'lsa, ana shu chiqishiga e'tibor bering. Mana butuni 0 butun bo'lsa 0 chiqyapti. Lekin bunda bizda manfiy bo'lsa boshqacha ishlanadi. Navbatdagi savolimizni boshlaymiz. Demak, mana shuni hisoblashimiz kerak ekan. Birinchi navbatda qavsga e'tibor bering. Mana 4 burchak qavs ichida minusli bironta ifoda turibdi. Buning uchun mana misoli berilishini yozdik. Yana bir 2 3 ta misollarni ko'ramiz. Xullas, mana shuni butuni necha butun turgan bo'lsa, mana minus 7 bo'lsa, bitta kichkinasi, ya'ni minus 8 ni olish kerak. Minus 14 bo'lsa, minus 15 ni. Agar minus 3 turgan bo'lsa, minus 4 ni olasiz. Xullas, men nima demoqchimanki, mana shu butunlariga qarash kerak minusli bo'lgan paytda. Yana bitta narsa, masalan, mana bunaqa kasr qilib, mana bu yerga e'tibor bering, minusli bo'lgan paytda minus 0 butun turibdi-da. 0 butun 3 dan 2 turibdi. Xullas, minusli bo'lgan uchun unda